Salom do'stlar, Pythonda web framework yozish kursining navbatdagi darsiga xush kelibsiz. O'tgan darsda biz sizlar bilan routing haqida gaplashgan edik. Mana bunaqa app.route degan dekorator qo'shgan edik. Ya'ni handlerlarni qanaqadir URL ga bog'lagan edik va requestlarni handle qilayotganimizda, handle request metodimizda kerakli handle'ni URL ga qarab topib, ana shu handlerni chaqirish ishlari bilan shug'ullangan edik. Lekin bu URL'larimiz juda ham oddiy, ya'ni static. Har doim hard code qilish kerak. Shunaqangi URL'lar bor, ular dynamic. Masalan, deylik bizda hello degan URL'imiz bor, u undan keyin qanaqadir parametr oladi. Ya'ni hello Jahongir deb yozsangiz, uni responsida hello Jahongir degan respons keladi. Hello masalan Matthew deydigan bo'lsangiz esa hello Matthew deydi. Yoki yana bitta misol ko'raylik. Hello Margot deydigan bo'lsangiz hello Margot deydi. Ya'ni e'tibor bering, mana bu qismi dynamic, o'zgarib turadi. Shu turishda bizning kodimizni bor xususiyatlaridan foydalanib biz 3 xil shunaqa handler yozishimizga majbur bo'lamiz. Chunki bizda route dekoratorimiz dynamic URL'larni qabul qilmaydi. Mana bu parametrlarni qabul qilmaydi. Ideal holatda bizda bitta handler bo'lish kerak va ana shu handler mana bu URLni mana bu qismini parametr sifatida qabul qilish kerak va o'sha bitta handlerdan foydalanib mana shu 3 ta responsni faqatgina bu uchalasini emas, xohlaganimizcha mana bu qismini o'zgartirib respons oladigan holatga kelishimiz kerak. Misol qilib yozadigan bo'lsak, deylik bizda greeting degan handler bor. U odatdagidek request va responslarni qabul qiladi va 3-chi parametr sifatida name degan parametrni qabul qiladi. Ana endi responsni tekstini hello name deb turib, mana bu yerga kichkina f deydigan bo'lsak, f string bo'ladi. Ya'ni mana bu name parametrda nima kelgan bo'lsa, shuni qiymatini mana bu yerga qo'yib beradi. Shunaqa qilib yozadigan bo'lsak. Va route'ni registratsiya qilayotganimizda esa hello deymizda, undan keyingi qismini name deb, mana bu ikkita qavsga e'tibor bering. Biz hard code qilingan string emas, parametr sifatida berib yuboryapmiz. Va bizni kodimiz, frameworkimiz mana shu parametrni parse qilib handlerga 3-chi parametr sifatida jo'natib yubora oladigan bo'lishi kerak. Endi muammo nimada? Muammo shundaki, biz handlerni topganimizda pathni requestni pathiga tenglashtiramiz. Ya'ni muammo mana bunga solishtirish bo'lyapti. Ular tabiiyki teng emas. Copy paste qiladigan bo'lsak, mana bu narsa mana bu narsaga teng emas. Chunki mana bu qismi har doim parametr bo'lgani uchun mana bu hard coded stringga solishtira olmaymiz. Mana bu narsa ishlamaydi. Endi nima qilishimiz kerak? Shunaqangi kod yozishimiz kerakki, biz kerakli requestni topayotgan paytimizda mana shu qismini URLni mana bu qismiga to'g'ri kelishini aniqlay oladigan kod yozishimiz kerak. Baxtimizga parse degan bitta proyekt bor. Mana parse degan proyekt bor. GitHubni ochadigan bo'lsak, bizga mana shu loyiha juda qo'l keladi. Keling, install qilib o'zimiz ishlatib ko'rsak, sal tanishib olishimiz uchun birinchi o'rinda men virtual environmentimizni activate qilib olaman va pip install deymanda parse deyman. GitHub anaqasida yozib qo'ygan qanaqa install qilishni. Ana endi Python anaqasiga kirib, environmentiga kirib, from parse deyman, import parse deyman. O'sha parse loyihasidan parse degan metodni import qilib oldim. Endi bu parse metodiga hello Jahongir deb turib, ikkinchi parametr sifatida hello name deb berib yuborsam, qarang. Birinchi qismiga hard coded string, ikkinchi qismiga esa o'sha parametri ichida bor bo'lgan stringni berib yuborsam, result degan o'zgaruvchida saqlasam, menga nima beradi? Resultni print qiladigan bo'lsam,
Tak, hech narsa chiqmadi. Qayerdadir demak xato ketibdi shekilli. Ko'ramiz. Parametrni birinchi argument sifatida berish kerak ekan. Teskarisini qilishim kerak ekan. Demak, result deyman. Parse hello name deymanda. Hello Jahongir deydigan bo'lsam va endi resultni print qil degan bo'lsam, qaranglar. Menga o'sha parse funksiyasi name parametri Jahongir degan value ga teng kelyapti deb уже aniqlab berdi. Demak, mana shuni ishlata olamiz. Ya'ni mana bu yerda tenglashtirishni o'rniga biz parse qilib ko'ramiz. Agar parse qilganimizda bizga rezultat qaytib kelsa, mana bu yerda ko'rdingiz, agar rezultat qaytib kelmasa, none ga teng bo'ldi. Rezultat qaytib kelsa, mana bunaqa qilib bizga qaytarib berdi. Uni osonroq olish usuli bor, chiroyliroq dictionary sifatida olish usuli bor. Mana result.name deydigan bo'lsak, bizga parametrlarni dictionary sifatida qaytarib beradi. Ana shuni biz handlerlarga jo'natib yuborishimiz mumkin. Demak, plan bizda bor, reja bor. Okey. Tak, birinchi o'rinda parse'ni import qilamiz. From parse, import parse deymiz. Ups. Va mana bu yerda endi handler parse deymizda. Birinchi o'rinda biz mana buni berib olishimiz kerak. Mana bu qismini argument sifatida. U bizda path degan mana bu variable ni ichida edi. Ikkinchisi esa request dan kelayotgan path. Bu bizga demak result qaytaradi. Parsed result deb nomlaylik buni. Parsed result deymiz. Demak, mana buni o'chirib tashlayman-da. If parsed result is not none deymiz. Ya'ni bizga qanaqadir parsedan rezultat qaytib kelgan bo'lsa, handlerni faqatgina o'zini qaytarish endi yetarli bo'lmaydi. Handlerdan tashqari biz parametrlarni ham rezultat sifatida qaytarib yuboramiz. U mana bu yerda ko'rganimizdek .name degan o'zgaruvchidan olishimiz mumkin. Parsed result deymizda, name deymiz. Ana, endi find handlerni ishlatgan joyimizni ozgina o'zgartirishimiz kerak. Uni mana bu yerda handle request ni ichida ishlatgan edik. Endi find handler ikkita narsa bizga yuborishi mumkin. Handlerdan tashqari u bizga o'zgaruvchilar, parametrlar yuboradi. Pythonda ismi bor parametrlarni keyword arguments deyiladi. Qisqartirib esa KWArgs deyiladi. Demak, mana bu yerda handler topilgan bo'lsa, request va response dan tashqari bunga biz mana bu keywordlarni ham yuborib yuborishimiz kerak. Keywordlarni nima deydi? Ochib yuborishimiz kerak. Hozir mana bu keyword ni ichida bizda deylik mana bunaqa holatda kelsa, name Jahongir deb kelsa, biz shu dictionaryni parametr sifatida funksiyalarga berib yuborishimiz kerak. Ya'ni parametrni mana bunaqa qilib berib yuboriladi. Funksiyalarga masalan birorta funksiya bo'lsa, shunaqa qilib berib yuborishimiz kerak. Uning uchun Pythonda quyidagicha qilinadi. Yulduzcha keywords deydigan bo'lsak, bizga shu dictionaryni sochib, har bitta key valuesini parametr sifatida handlerga yuborib yuboradi. Ana. Tak. Bo'ldi menimcha, hamma narsani yozdik. Endi sinab ko'rishimiz mumkin, ishlaydimi yo'qmi ko'ramiz. Terminalni ochib, Python environmentdan chiqib ketaman-da, JUnicornni ishga solaman. Brauzerimizni ochamiz, localhost 8000 deyman, home page ga boradigan bo'lsam, mana hello from home page dedi. About page ga boradigan bo'lsam, hello from about page dedi va endi haliga hello Jahongir desam, mana hello Jahongir deyapti. Endi buni o'zgartirib ko'ramiz. Hello Matthew deymiz. Hello Matthew dedi. Demak, parselarimiz ishlayapti ekan. Hello Margot desam, hello Margot degan javobni olyapmiz. Faqat bitta xato ketdi qayerdadir nimanidir buzib qo'ydik. Ya'ni mana bu biz umuman ishlatmayotgan URL ga kiradigan bo'lsam, internal server error deyapti. Biz uni to'g'rilagan edik.
oldin bizda tak nima bo'lardi? Mana handler topilmagan bo'lsa, default response ni yuborgan bo'lardi, lekin hozir bizda yana internal server deyapti, not found deyishni o'rniga xatoni terminalga kirib o'qiydigan bo'lsak, cannot unpack non-iterable non-type object. Okay. Nima demoqchi? Find handler bizga bitta narsa none jo'natyapti deyapti. Ya'ni mana bu for loopni ichida bizga kerakli handler topilmagan. Chunki mana bunaqa URL ni biz mana bu yerda kiritganimiz yo'q biror joyda. Shuning uchun ham find handler funksiyasi none yuborgan. Bitta qiymat yuborgan. Lekin biz tashqarida ikkita qiymat kutyapmiz. Shuning uchun ham biz mana bu yerga kichkina bir kod yozib qo'yishimiz kerak. Handler topilmagan holatda ham ikkita variable yuborsin bittaning o'rniga. Shunda menimcha mana bu kodimiz muammosiz ishlaydi. Qani endi restart qilib ko'ramiz. JUnicornga kirib bosadigan bo'lsak, mana ishladi. Ular ham ishlab turibdi. Okay. Zo'r, routinglarni qo'shdik. Routinglarimiz endi ikkita qandan iborat? Oddiy routing, static, hard coded stringlarni qabul qiladi va parametrlarni ham qabul qilaveradi. Keyingi darsda esimda yo'q nimani ko'rishimiz. Keyingi videoni ko'ring, bilib olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.